Aleyküm dostlar. Bugün sizler bilan Mansurov Delese yangiliklar kanalı dostlar. Bugün biz Dembele'den 6'da 3 chiqarishga harakat qilamiz dostlar, qo'ldan kelgancha. Xo'sh do'stlar, mana bu yerdan ovozini sal pasaytirib qo'ysak, o'yinchi yo'qmi bu yerda? Qarab qo'yaylik. Do'stlar, bitta o'yinchi bor ekan. Sotib yuboramiz. Fitnessga beramiz do'stlar. 600 chiqarish haqida ham sen ovozini pasaytirib olmaydi. 600 chiqarish uchun do'stlar, birinchi fitness berib olish kerak. Mana shu yig'ib, misol 2 TL 40 ta turibdi-ku menda. O'shandan bir 7 ta, bundan ham 7 ta to'plab keyin 10 ta yo 20 tacha mana shu oddiylardan to'plasak, kuchaytirsak bo'ladi. Xo'sh, xullas boshladik do'stlar. Xudo xolasa 600 chiqaramiz. Bismillah. Sterga yo'lashur. Setega tushmaydi do'stlar. Agar bitta setega tushsa, ikkitalikdan beramiz. Bismillah. Setega tushdi do'stlar. Stamina do'stlar. Strenga qilish. Mayli, ikkitalik beraylik. Staminaga tushmasa, voy dod, staminaga tushib qoldi do'stlar. Mayli do'stlar. Endi esa bittalik beramiz do'stlar. Yaxshi do'stlar. Yana bittalik beramiz. Mening maqsadim o'sha bir staminasi bir 75 lardan o'tmasa yaxshi bo'lardi. Yaxshi. Yaxshi ketyapti, xudo xolasa do'stlar. Bismillah. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Yaxshi, omadli boshlandi, xudo xolasa. Video olinayaptimi? Yaxshi olinyapti. Bismillah. Tezlanishga ko'p tushib ketyapti-ku do'stlar. Tezlikka biron-marta tushmay ahamiyat bergan bo'lsanglar. Mana tezlanish ham 100 bo'ldi do'stlar. Yo'q. Biz yana ikkitalik bersam, staminaga tushib qolishi ham mumkin-da do'stlar. Davay bittalik beramiz. Ikkitalik beramiz endi, tavakkal do'stlar. Voy! Yana tushib qoldi do'stlar. Mayli. Hech qilsak do'stlar, 77 dan o'tkazmasak bo'ldi. Yaxshi ketyapti menimcha do'stlar. Yana ikkitalik berib ko'raylikmi? Mana yana ikkitalik beramiz do'stlar. Ana do'stlar, tushmadi. Mana nihoyat tushmadi. Yaxshi ketyapti do'stlar, xudo xolasa yaxshi ketyapti. Olmoslarni ham ishlatib yuborishim mumkin endi men do'stlar. Nega desanglar, do'stlar. Bittalik beraylik. Biroz berildi do'stlar. Yaxshi ketyapti. Tezlikka tushmay tursa hozircha yaxshi bo'lardi do'stlar. Ikkitalik beraveramiz. Staminaga tushib qolgandan keyin yana bitta beraylik. Bismillah, bosdik do'stlar. Yo'q do'stlar. Xato ketdi shu. Mayli do'stlar, shu ham yaxshi kuchaydi do'stlar. Meni maqsadim shu 77 larga borg'izmaslikda. Staminasi 72 bo'pti. Endi to'g'ri beramiz. 95. Yana bittalik. Do'stlar, yaxshi. Yana bittalik. Do'stlar, yaxshi. Va yana bittalik. Yo'q do'stlar. Va yana bittalik beramiz. Do'stlar, mana ikkitalik berib yuborishimga to'g'ri keladi. Nega bunday bo'lyapti do'stlar? Endi faqat bittalik berishimga to'g'ri keladi do'stlar. Yo'q. Do'stlar, omadsiz. Yaxshi do'stlar. Yo'q. Do'stlar, yana bitta bo'lsa, yana bitta iltimos. Yo'q. 77 bo'ldi. Endi bittaligi do'stlar. Do'stlar, mana va nihoyat tepadan 300 chiqarib oldi do'stlar. Tepadan 300. 77 bo'ldi. Mana bu yerdan meni pulim yetadigan o'yinchi ham yo'q ekanda do'stlar.
Ay do'stlar. Men bitta o'yin tashlab chiqishimga ham to'g'ri keladi. Undan keyin do'stlar ahamiyat berish kerak. Do'stlar, yana bittalik beramiz. Xudo xolisa. Yaxshi, udarga tushyapti. Adashib ketmaylik do'stlar, mana. Yaxshi do'stlar. Yaxshi bu ham. Yaxshi do'stlar. Menimcha endi ikkitalik. Ay yo'q do'stlar, yo'q. Va. Ikkitalik beramiz, mayli. Yaxshi do'stlar, tushmadi. Yuragimdan chiqib ketaydi deya do'stlar. Yaxshi uchayapti do'stlar. Yaxshi do'stlar. Negadir pastga tushmadi haligacha ham, sezgan bo'lsanglar. Pastga tushmasa, ama biz qiynalib qoladiganga o'xshayapti do'stlar. Yo'q, ikkitalik beraylikmi? Yo'q, bittalik berib turaylik. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Yo'q do'stlar. Yo'q. Do'stlar. Endi men ikkitalik berishga majburman. Yo'q do'stlar. Voy yo'q. Voy. Bittalik beraylik do'stlar, mayli. Haydi lese. Tele beraman, farqi yo'q endi. Do'stlar, 6 ta chiqmadi. Oxiri kuchaytirgich. Mana bu yerda ham ketib qoldi do'stlar. Attan ketib qoldi. Ikkitalik bersam full bo'ladi do'stlar. Mayli nasib do'stlar. Bu ham nasib. Olmasam ham ketdi o'shancha. Va demele full do'stlar. 97 bo'lib qoldi. Do'stlar, men adashib ketdim, ko'rdinglar. Keyin takvinga ham o'ta ko'p ketib qoldi. Bitta staminaga ham ketib qoldi tepadan. Mayli do'stlar, shu ham yaxshi kuchaydi, lekin to'g'rimi? Yaxshi kuchaydi shu ham. Endi bitta beraylik do'stlar, ana. Anam qanday do'stlar. Yaxshi kuchaydi. Sal ko'nglim to'lmay qoldi. Mayli, bu ham nasib, mayli. Yaxshi kuchaydi do'stlar. Endi keyingi videoda do'stlar birdaniga 3 ta futbolchini qo'riqlaman. Ular kimlar desanglar, Harry Kane va qolganlarni aytmay turaman. Mana do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Mansur Delese yangiliklar kanali bo'ldi.